Endi mana shuni ehtiyot qilish kerak. Mana bu omonat, eng ulug' omonat. Allohga shukr, siz bilan bizni Alloh ulug' ne'mati mo'min musulmon bandalarini qatorida qildi. Endi mana shuni ehtiyot qilish kerak. Mana bu omonat, eng ulug' omonat, iymon omonat. Mana shuni ehtiyot qilish kerak. Alloh berdim, endi buni ehtiyotlab Robbimizning huzuriga olib borib olsak, mana bu qabrda ham holatimiz oson bo'lar ekan, yengil bo'lar ekan. Aksincha bundan mahrum bo'lishlikdan ko'ra katta yo'qotishlik yo'q. Alloh asrasin. Iymonimizni agar oldirib qo'yadigan bo'lsak, bizga hech kim yordam bera olmaydi. Abadiy baxtsizlik, umrimiz bekor ketgan bo'ladi. Shayton ham hali paylab turibdi o'sha oxirgi onimizni. Hamma ilmini, hamma makrini, hamma hiylalarini paylab turibdi. Qasam ichgan. O'zim bilan birga jahannamga olib kiraman deb. Shayton ham tomosha qilib turgani yo'q, paylab turibdi. Shayton o'zi aytgan, faqat meni muxlis bandalaringina mendan omonda qola oladi deb. Siz bilan biz ana shu shaytonning hiylalaridan, makrlaridan omonda bo'ladigan, iymonini shaytondan saqlab Allohning huzuriga olib boradigan muxlis bandalardan bo'lishligimizni Allohdan so'rab iltijo qilishimiz kerak. Bu quruq yuraverish bilan, akang musulmon deb yuraverish bilan bo'lmaydi. Allohdan yalinib, yolvorib, chiroyli amallar qilishlik bilan, Allohdan iltijo qilishlik bilan, Allohning yordami bilangina azizlar najot topa olamiz.